Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar, aziz o'quvchilar. Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi bilan hamkorlikda O'zbekiston tarixi telekanali orqali tarix dars ko'rsatuvini boshlaymiz. Bugungi mavzumiz shoh va shoir. Andijonda tug'ilib, Hindistonda ulkan saltanatga asos solgan hukmdor Zahiriddin Muhammad Bobur haqida bo'ladi. Darsimizni quyidagi 4 reja asosida olib boramiz. Boburning bolaligi, Boburiylar sulolasiga asos solinishi, Boburnoma qanday asar, shoh va shoirlik orasida. Zahiriddin Muhammad Bobur o'rta asr sharq madaniyati, adabiyoti va she'riyatida o'ziga xos o'rin egallagan adib, shoir, olim bo'lish bilan birga yirik davlat arbobi va sarkarda hamdir. Bobur keng dunyo qarashi va mukammal aql zakovati bilan Hindistonda Boburiylar sulolasiga asos soldi. Serjilo o'zbek tilida yozilgan Boburnoma asari bilan jahonning mashhur tarixnavis olimlari qatoridan joy oldi. Uning nafis g'azal va ruboiylari turkiy she'riyatning eng nodir durdonalari sanaladi. Mubayyin, Xatti Boburiy, Harb ishi, Aruz haqidagi risolalari esa islom qonunshunosligi, she'riyat va til nazariyasi sohalariga munosib hissa bo'lib qo'shildi. Zahiriddin Muhammad Bobur 1483-yilning 14-fevralda Andijonda Farg'ona ulusining hokimi Umarshayx Mirzo oilasida dunyoga keldi. Bu davrda Markaziy Osiyo va Xurosonda turli hokimlar, aka-ukalar, tog'a-jiyanlar, amakivachchalar o'rtasida hokimiyat, ulug' bobolari Amir Temur tuzgan yirik davlatga egalik qilish uchun kurash nihoyatda keskinlashgan edi. Adabiyot, nafis san'at, tabiat go'zalligiga yoshligidan mehr qo'ygan Zahiriddin barcha Temuriy shahzodalar kabi bu ilmlarning asosini otasi saroyida, yetuk ustozlar rahbarligida egalladi. Biroq uning betashvish yoshligi uzoqqa cho'zilmadi. 1494-yili otadan yetim qoldi. 12 yoshida otasi o'rniga Farg'ona ulusining hokimi etib ko'tarilgan Bobur qalamni qilichga almashtirib, Andijon taxti uchun ukasi Jahongir Mirzo, amakisi Sulton Ahmad Mirzo, tog'asi Sulton Mahmudxon va boshqa raqiblarga qarshi kurashga majbur bo'ldi. Bobur ukasi Jahongir Mirzo bilan murosaga kelish uchun unga yon berishga, Farg'ona ulusini ikkiga taqsimlab, yarmini ukasiga topshirishga qaror qildi. O'zi Samarqand uchun olib borilayotgan kurashga kirishib ketdi. Bir necha yil davom etgan bu kurash qirg'inbarotdan boshqa biron natija bermadi. Unda katta harbiy kuch bilan aralashgan Shayboniyxonning qo'li baland keldi va Bobur Samarqandni tashlab ketishga majbur bo'ldi. 1504-yili Shayboniyxon Andijonni ham qo'lga kiritgandan so'ng Bobur janubga qarab yo'l oldi va Kobul ulusida o'z hokimiyatini o'rnatdi. 1505-1515-yillarda u Markaziy Osiyoga qaytishga bir necha bor urinib ko'rdi, ammo bu urinishlaridan hech qanday natija chiqmadi. So'ng o'z mavqeini yanada mustahkamlash maqsadida 1519-1525-yillar davomida Hindistonni qo'lga kiritish uchun bir necha bor janglar olib bordi. 1525-yilda Bobur Rana Sango bilan ittifoq tuzib, Shimoliy Hindistonni egallash maqsadida Ibrohim Lodiga qarshi jangga kirdi. 1525-yil kech kuzda Bobur Panjobni bo'ysundirdi. 1526-yilda Panipat qishlog'i yaqinidagi birinchi jangda Bobur shoh qo'shini Dehli sultoni Ibrohim Lodining ukasi Mahmud Lodi qo'shini ustidan g'alaba qozonib, Bengal shohi Nusrat shoh bilan do'stona aloqalarni o'rnatdi. 1526-yil apreldagi Panipat jangida Bobur asosiy raqibi Dehli sultoni Ibrohim Lodining 100 ming kishilik qo'shinini o'zining 12 minglik askari bilan tormor qiladi hamda Dehlini egallaydi. 1527-yil martda Bobur Sikri yaqinidagi jangda Rajpurlar sardori Rana Sango qo'shinini tormor etib, butun Shimoliy Hindistonni bo'ysundiradi. Zahiriddin Bobur Hindistonda Boburiylar imperiyasiga asos solish bilan birga pochta aloqa sohasiga ham jiddiy o'zgartirishlar kiritdi. Vaqt birligiga yangilik joriy etdi. Arxitekturada Movarounnahr me'morlik uslublarini qo'lladi. Milliy artilleriya, harbiy dengiz flotiga asos soldi.
Bu sulola obro' va tarixchiligida buyuk Mo'g'ullar nomi bilan mashhur bo'lgan. Aslida esa ulug' ajdodimiz tuzgan Boburiylar sulolasi Hindistonda 300 yildan ortiq hukmronlik qildi. Bobur Hindistonda siyosiy muhitni barqarorlashtirish, Hindiston yerlarini birlashtirish, shaharlarni obodonlashtirish, savdo-sotiq masalalarini to'g'ri yo'lga qo'yish, bog'-rog'lar yaratish ishlariga homiylik qildi. Hindistonda hozirgacha mashhur bo'lgan me'moriy yodgorliklar, bog'lar, kutubxonalar, karvonsaroylar qurdirish, ayniqsa uning o'g'illari va avlodlari davrida keng miqyosda yoyildi. Hindiston san'ati va me'morchiligiga Markaziy Osiyo uslubining kirib kelishi sezila boshladi. Bobur va uning hukmdor avlodlari huzurida o'sha davrning ilg'or va zehni o'tkir olimlari, shoirlari, musiqashunoslari va davlat arboblarini mujassam etgan mukammal bir ma'naviy, ruhiy muhit vujudga keldi. Boburiylar davlatidagi madaniy muhitning Hindiston uchun ahamiyati haqida Javaharlal Neru shunday yozgan edi. Bobur Hindistonga kelgandan keyin katta siljishlar yuz berdi va yangi rag'batlantirishlar hayotga, san'atga, arxitekturaga toza havo baxsh etdi. Madaniyatning boshqa sohalari esa bir-birlariga tutashib ketdi. Boburning butun jahon ommasiga mashhur bo'lgan shoh asari Boburnomadir. Ma'lumki, unda Bobur yashagan davr oralig'ida Movranahr, Xuroson, Eron va Hindiston xalqlari tarixi yoritilgan. Asar asosan 3 qismdan iborat bo'lib, uning birinchi qismi 15-asrning ikkinchi yarmida Markaziy Osiyoda ro'y bergan voqealarni, ikkinchi qismi 15-asrning oxiri va 16-asrning birinchi yarmida Qobul ulusi, ya'ni Afg'onistonda ro'y bergan voqealarni, uchinchi qismi 16-asrning birinchi choragidagi Shimoliy Hindiston xalqlari tarixiga bag'ishlangan. Boburnomada o'sha davrning siyosiy voqealari mukammal bayon qilingan. Xususan, o'z yurti Farg'ona viloyatining siyosiy iqtisodiy ahvoli, uning poytaxti Andijon shahri, Markaziy Osiyoning yirik shaharlari Samarqand, Buxoro, Qarshi, Shahrisabz, O'sh, Urganch, Uratepa, Termiz va boshqa shaharlar haqida nihoyatda nodir ma'lumotlar keltirilgan. Ularda Qobul ulusining yirik shaharlari Qobul, G'azna va ular ixtiyoridagi ko'pdan ko'p tumanlar, viloyatlar, Shimoliy Hindiston haqida ma'lumotlarni uchratish mumkin. Boburnomani varaqlarkansiz ko'z oldingizdan Markaziy Osiyo, Afg'oniston va Hindiston xalqlariga xos bo'lgan fazilat va nuqsonlar, Bobur davlatidagi siyosiy va ijtimoiy hayotning to'liq manzarasi namoyon bo'ladi. Boburnomada keltirilgan bu tarzdagi ma'lumotlar Bobur davrida yozilgan boshqa tarixiy manbalar Mirxond, Xondamir, Muhammad Solih, Binoiy, Muhammad Haydar, Farishta, Abul Fazl Allomiy va boshqa tarixchilarning asarlarida bu darajada aniq va mukammal yoritilgan emas. Muallif Boburnomada Alisher Navoiy, Abdurahmon Jomiy, Behzod, Mirzo Ulug'bek va boshqa allomalar haqida muhim fikr va mulohazalarni bildiradi. Boburnoma Movranahr, Xuroson, Hindiston, Eron xalqlarining 15-asr oxiri, 16-asr birinchi yarmidagi tarixini o'zida aks ettirgan. Shuningdek, unda juda ko'p dolzarb iqtisodiy, ijtimoiy masalalar, joylarning jug'rofiy mavqei, iqlimi, o'simlik va hayvonot dunyosi, tog'lari, daryolari, xalqlari, qabila va elatlar hamda ularning yashash sharoitlari tasvirlangan. Shuningdek, xalqlarning urf-odatlari, muhim tarixiy inshootlari, hindular va musulmonlarning ibodatxonalari, to'y va dafn marosimlari haqida nihoyatda nodir ma'lumotlarni o'zida qamrab oladi. Shu bois Boburnoma tarixiy va adabiy meros sifatida dunyo olimlarini hanuzgacha hayratga solib kelmoqda. Bobur umri jangu jadallarda o'tgan shoh bo'lishiga qaramay, o'zbek adabiyotida o'zining nozik lirik asarlari bilan mashhurdir. Uning hayoti va adabiy faoliyati Movranahrda siyosiy hayot nihoyatda murakkablashgan, feodal guruhlarning bosh-boshdoqlik harakatlari avjiga chiqqan va Temuriylar davlatining inqirozi davom etayotgan bir davrga to'g'ri kelgan edi. Bunday murakkabliklar uning she'rlarida ham to'la namoyon bo'ladi. Movranahrni birlashtirishga urinishlari natija bermagach, Bobur ruhan qiynalgan.
amaldorlarning xiyonatlari ta'sirida umidsizlikka tushgan kezlardagi kayfiyati she'rlarda aks etgan. Keyinchalik o'z yurtini tark etib Afg'oniston va Hindistonga yuz tutganda Bobur she'riyatida vatan tuyg'usi, vatan sog'inchi, unga qaytish umidi mavj ura boshlagan. Toli yo'qki, jonimga baloliq bo'ldi. Har ishniki ayladim xatolik bo'ldi. O'z yerin qo'yib Hind sori yuzlandim, yo Rab, ni tayin ni yuz qaroliq bo'ldi. Bobur lirik she'rlari va tarixiy Boburnamasidan tashqari islom qonunshunosligi va boshqa sohalarda ham asarlar yaratgan. 1522-yilda o'g'li Humoyunga atab yozgan Mubayyin nomli asarida o'sha zamon soliq tizimini, soliq yig'ishning qonun qoidalarini, shariat bo'yicha kimdan qancha soliq olishi va boshqa masalalarni nazmda izohlab bergan. Xatti Boburiy deb atalgan risolasida arab alifbosini turkiy tillar, xususan o'zbek tili nuqtai nazaridan birmuncha soddalashtirib berishga harakat qilgan. U tajriba sifatida xatti Boburiy alifbosida Qur'oni Karimni ko'chirgan. Boburning aruz vazni va qofiya masalalariga bag'ishlangan Mufassal nomli asari ham bo'lganligi ma'lum, biroq bu asar bizgacha yetib kelmagan. Zahiriddin Muhammad Bobur 1530-yil dekabr oyida Agra shahrida vafot etdi. Hukmdorning vasiyatiga ko'ra farzandlari uning xokini Qobulga olib kelib dafn etdilar. Mustaqillik davrida Zahiriddin Muhammad Boburning hayoti va faoliyatini har tomonlama chuqur o'rganish, uning asarlarini yurtimiz va xorijiy davlatlarda targ'ib qilish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Xususan, shoir tug'ilgan kun 14-fevral sanasi har yili mamlakatimiz bo'ylab adabiyot va ilm-ma'rifat bayrami sifatida nishonlanmoqda. Boburshunoslik sohasida ko'plab tadqiqotlar, respublika va xalqaro miqyosda ilmiy anjumanlar muntazam o'tkazilmoqda. Toshkent va Andijon shaharlarida Bobur Mirzoning muazzam haykali o'rnatildi. Uning tug'ilib o'sgan yurti Andijon shahrida Bobur nomidagi xalqaro jamoat fondi va uning tasarrufidagi Bobur va jahon madaniyati kitob muzeyi faoliyat ko'rsatmoqda. Bobur ensiklopediyasi, Bobur kulliyoti, Bobur bibliografiya deb nomlangan salmoqli asarlar nashrdan chiqarildi. Bobur va Dunyo jurnali doimo nashr etilmoqda. Xususan fransuz adibasi Flora Annastilning Boburxon, yana bir fransuz adibi Fernand Grenardning Bobur, amerikalik yozuvchi Harold Lambning Bobur yo'lbars romanlari yuzaga kelgan. Hindistonlik Muni Lal Boburiylar tarixiga asoslangan 6 ta roman yozgan. O'zbek adabiyotida esa Oybek, Firimqul Qodirov, Xayriddin Sulton, Xurshid Davron kabi yozuvchilar Boburga atab qissa romanlar yozgan. Ayniqsa Firimqul Qodirovning Yulduzli tunlar hamda Boburiy shahzodalar haqida Avlodlar davoni kabi asarlari juda mashhur. Yozuvchi Xayriddin Sulton Bobur qadami yetgan manzillar haqida qiziqarli roman yozgan. Xurshid Davron Samarqand xayoli qissasi Bobur sog'inchi piyesasini yaratgan. Boburning qizi Sharq adabiyotida birinchi tarixchi, olima, adiba Gulbadam Begim Boburnoma asarining davomi sifatida Humoyunnoma asarini yaratadi. Yana bir Boburiy zoda Malika Zibiniso ham mumtoz o'zbek adabiyotida o'zining nafis g'azallari bilan mashhur. Bobur o'zining ma'lum va mashhur asarlari bilan tarixnafis adib, lirik shoir va ijtimoiy masalalar yechimiga o'z hissasini qo'shgan olim sifatida xalqimiz ma'naviy madaniyati tarixida munosib o'rin egallaydi. Hurmatli o'quvchilar, qadrli teletomoshabinlar, shuning bilan Zahiriddin Muhammad Bobur hayoti va faoliyatiga bag'ishlangan tarix darsimizni yakunlaymiz. Kelgusi darslarda ko'rishguncha sog', omon bo'ling.